Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan to'rt televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi suhbatimiz haqida bugun atdigan biz oldin ushtirib olgan, oldin e'lon bergan bugungi suhbatimiz navbatda Amerikada ziyoratda bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi ham xalqaro vakolatsiz millatlar tashkilotining muavin raisi hurmatli To'lqin Ayso apandim ve Dünya Uyghur Kurultayı İcra Komitesi'ninki reisi, şundakla Amerika Kişilik Hukuk Kuruluşu'nunki müdürü Ömer Kanat efendim bilen buludu. Biz bazı teknik sebeplerden aslında bu programımızı Germaniya vakti saat 15'te başlaşını plan kılan teknik sebepten bunu biraz kechiktirip başlaşka mecbur olduk. Bu sebepten sizlerden özür sorayımız. Aziz kardeşler, bugünkü sohbetimizdeki asası mezmunu bir yerde Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Ayso apandimninki bu qatimqi Amerika ziyoratining maqsadi va u yerdagi ziyorat ahvoli shundaqla Amerikadagi Uyg'ur vaziyatining oxirgi taraqqiyot yuzlanishi, yangi yuzlanishi haqida bo'ladi va navbatda xalqaro siyosatlarda muhojiratda Uyg'urlarga munosabatlik yuz berayotgan ba'zi muhim hodisalarga qarta Dünya Uyghur Qurultayı'nınki pozisiyasını, rasmi pozisiyasını reisimiz To'lqin Ayso efendimden ağzından anlaysızlar. Aziz qarindoshlar, biz mana hozir Amerika'nın paytaxtı Washingtonga bağlandık. Ekran oldida bunu hurmatli To'lqin Ayso efendim bilen Ömer Kanat efendim. Hurmatli To'lqin efendim, Ömer Can efendim shuncha oldirashtirib, ataytan vaqtini chiqarib bugungi ziyoratimizni qabul qilganinglar uchun sizlarga alayda rahmat aytaman. Xush keldinglar. Xush bulduk, rahmat. Hurmatli To'lqin Ayso efendim, avval sizdan boshlaylik. Bu qatim bu Amerika ziyoratingizningki asosiy maqsadi va bu ziyoratingizningki amaliy ahvoli haqida, mazmuni haqida bir zo'r ko'rishtirimiz qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, benim bu qadimki Amerika ziyaretimiz biraz uzun devam kıldı. İki haftaga sozulgan bir ziyaret oldu. Çünkü bunun da bir qancha mazmunlar battı. Biri şu Amerika'daki hükümetlerge, Amerika hükümetiga siyasi cihetten maslahat berdiğin, stratejiya cihetten ularga maslahat berdiğin bazı tadqiqot merkezleri. Battı ularning teklifi binaen asasen ular 2. ayının 6. günüsü şular çağırgan Hudson Institute deydigan bir institut. Ular bilen görüştü. Onundan başka New York'ta Kolumbiya Üniversitesi'de Rohingya Müslümanları hakkında 2 günlük bir konferans olgan. O konferansta mı şu Şarkı Türkistan vaziyetini Rohingya'nın meselesi bilen Uygurlarının meselesini seliştiğen asasda ayakta bir dokulat bir planımız battı çakırık asasen. Onun kıldık. Demek bir yerde de bu kadar ziyaretimiz hem tadqiqot merkezleri bilen ve üniversiteler bilen görüş ulan bopanmasının yana hükümetler bilen ve kongres azaları bilen ve başka yana kişilik hukuk teşkilatlarının xadimleri bilen matbuat xadimleri bilen uçuruştuk bir kadar keng mazmunlarni öz içine algan. Sizin bilgendikidek bu keyinki vaqtlarda şu bu yıl kirgendiğin için Amerika Kongresi'de Uygurlar hakkında 2 kanun layihasi oturup koyup tanıştırılıp bu parlamentinin da hazır hem de görüşüş baskıçıda demek. Bu bizim davayımız için tavuklatı mühim ahmetli gibi olan bir layihalardı. Bunu oturup koygan parlament azalarına rahmetlerimizi bildiriş ve bunun başka bu kanun layihası yana güçlendiriş için başka parlament azalarıyla burun biz görüşüp bakkan ve görüşüp bakmagan parlament azası, kongres azası, Avam Palatası, Yukarı Palata azalarıyla görüşüş, muşne tambatsız şekilde emelge aşırış ve şundakla Amerika hükümet xadimleriyle görüşüp nöbetki vaziyetlerimiz hakkında ötken bir kanca aydın bayan vaziyetlerde kolumuzda bazı ücretler, materyaller battık, şu toplanan malumatlarımız yaptık, ulan ortaklaşış, okşaydıqamış da bir qatar faaliyetler bilen keldik. Nayt yaxşı ötdi ziyaretimiz mana ahirki günlerge kep qavatıdı. Bugün bir yerde yurttaşlar bilen bir uçuruşumuz var. Onun için erte men qaytıman. Rahmet To'lqin Ayso efendim. Hurmatli Ömer Kanat efendim demeslen
bu o'tgan yili ba'zi avam palata va kengash palata a'zolari tarafidan bu ikki qonun kishilik huquq qonun loyihasi taklif o'tirib qo'yilgan va keyindan bir qancha qatam bu kongressda tunishtirildi bu qonun loyihasi. Endi bu masalan buningki kongressdan o'tish ihtimoli bormi? Bu jihatga yuzlanish qanday ketyapti? Masalan hozir masalan bu Amerika matbuotlarida bo'lsin va yoki Amerika Ninki kengash palatalarida, avam palatasida bo'lsin, bu Uyg'urlar masalasi har haftadagidek muzokara qilinyapti. Bu hozir eng oxirgi yuzlanish nima endi Amerikada? Rahmat Parat, Dolqunninki degandek bu qitimqi ziyorat nayta g'albilik bir ziyorat bo'ldi. Ham Amerikada bu Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqish, undan keyin Amerikaningki nurg'un organlarininki Mesela Dünya Uyghur Qurultayı vakilleri bilan bir ko'rishish orzusi bu qatim texmo nima haqida bir şekilde o'ttirga chiqdi. Çok nayda ochiq bir şekilde. Şunun bilan da yalnız bu parlamentninki ba'zi komitet boshliqlari bilan emas, Aqsaray bilan bu ko'rishildi. Undan keyin nayda boshqa muhim organlar bilan yana uchrashish ilib berildi. Bu ziyaret nayt bir bundan çıktığında muhim bir ziyaret dep alsak oldu bunu. Bu kanun demesini bu Dolqun'daki ziyaretinin kimi yanı bir sebebi bir yerde bu şu kayıtıdan konuşturulgan Uygur kanun layihasını, kişilik hukuk kanun layihasını ki tezden kabul buluşu bir yerdeki kongresmenlerinin, komitet başlıklarının ki bunun ehemmiyet verip bunu tüm tertibiga çapsaraq ilişi meselesini biz biraz tezletish maqsadi bo'lgan. Bu donduman ait yaxshi natijalar oldik. Mesela bu bazı komitet rahbarları bilan ko'rishdik. Mesela tuniga mesela Brett Sherman, Brett Sherman o'zining shu sungan qonun loyihasini qaytadan sundi. O'tgan yili sunilgan bu qonun loyihasi tonishtirilgan, lekin vaqtninki kongresninki nimasi muddeti to'shqanligi uchun 115. kongres ketdi, 116. kongres ish boshlab keldi. Bu 116. kongresda bu qaytadan tonishtirildi. Ikkinchi ayning 6'si tonishtirildi. Bu Brett Sherman'da Ted Yoho tarafidan tonishtirilgan qonun. Shu komitet boshliqlari bilan kurashdik. Bu komitet boshliqlarininki va tezdan buni texmo tezroq qo'lga ilib o'zininki komitetlarida buni tezdan o'tkazishi to'g'risida ulardan talabda bulundik. Ular jiddiy qarayotdi bu masalaga, jiddiy qarayotganligini ko'rdik. Tunugin Brett Sherman bilan kurashdik. Buning oldingi kuni men boshqa bir yig'in uchun Kentuckyga ketib qolgandim. Dolqun bu nima Ted Yoho burunqi shu komitet boshlig'i bilan kurashdi. Bu Brett Sherman hozir shu Avam Palatası Tashqi ishlar komitetininki Osiyo sho'ba komitetininki raisi. Shuning uchun bu raislar bilan ko'rishish, bu qonun loyihalarininki tezdan o'tishi, qabul bo'linishi va kongressdan o'tib bir qonunga aylanishi to'g'risida aylanishi uchun muhim bir masala, muhimdir. Shuningga bu nimada bir natijalik bir ziyorat bo'ldi deb o'ylayman. Uning sirtida yana New Yorkda biz nurg'unlagan bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın her qaysi organlarida burun ishlagan, hozir ishlayotgan insonlar bilan uchrashdik va bulardan Uyg'ur masalasiningki yalnız bu kişilik hukuk meselesi emas, bir qonuniy bir milliy bir harakatninki bir uluni selish, shu bir milliy harakatga aylanish uchun nimalar qilinishi kerak? Haqliq bir da'vo, xalqaroda qonunluq bir da'vo bo'lib, bütün xalqaro jamoat tarafidan qabul bo'linishi uchun nimalarning qilinishi kerakligini to'g'risida yaxshi uchrashishlar ilib bordik. Bu bizning da'vo uchun menimcha bir burilish nuqtasi bo'ldi deb o'ylayman. Buni xalqaroda bir haqliq bir da'vo, qonunluq bir da'vo deb unutish va mushundaq xalqaro jamoatga qabul qildirish nimasida yaxshi qadamlar tashlandi. Uning uchun mesela oldimizdagi kunlarda, oldimizdagi oylarda Dünya Uyghur Qurultayı nurg'un faoliyatlarni planlayotdi va
bu muşu faaliyetler jarayonida, muşu faaliyetler orqali bizning davoni xalqaro jamoatga, butun davlatlarga haqli bir davo, milliy o'zining milliy nimasiga ega bir haqli davo bo'lib xalqaro jamoat so'nishtirish nimasidimi natijalik bir qadamlar tashlandi deb o'ylayman. Rahmat Ömer Kanat efendim, hürmetli To'qnaysa efendim, ben bu Uygurlar meselesi bulup mu, ceza lagerleri meselesi de halkara cemaatçiliğine kattık besim duş kelgen Xitay hükümeti mesela ötkazili BDT'de olsun, Amerika Kongres Avam Palatı, Kengaş Palatası yoki hükümet devlet işleri komiserliği olsun, da kattık besim duş kelgen ve bunundaki ötkaz yılının ahırdan başlayıp bu diplomatik özünü aklaş için ve cinayet kılmışlarına yo'shirish uchun diplomatik va qayta urug'ma hujum qilgan dastlabki 12 davlatning, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ko'pinchisi va o'ziga yaqin davlatlarningki Beijingdagi 12 davlatning elchisini Sharq Turkistondagi o'zi yasab chiqqan atalmish tarbiyalash kasb o'rganish markazining ziyorat qilishiga solgan. Uningdan keyin bu yilning beshida yana buni davomlashtirdi va o'ziga yaqin 6 davlatningki muxbirlarining Sharq Turkistonga ziyorat qilishga ruxsat qildi va bugun yana bu yerda Xitoy hukumat tashqi ishlar ministrligi yana yangi bir diplomatik hujumga o'tdi. Masalan, bugun ba'zi xabarlar qarag'an vaqtida Xitoy tashqi ishlar ministrligininki bevosita alayda taklifi bilan Rossiya, Belorussiya, Venezuela, Misr, Kambodja, Pokiston, Senegal qatorliq 7 davlatninki Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki Janvada turishliq alayda vakillerini bugün Sharq Turkistonga uyaga ziyoratga olib borgan va bu xil ziyorat tekshirish 19-slagacha davom qildi ekan. Endi mening bilishimcha bu oyning oxiridan kelgan oyning oxirigacha endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining yillik yig'ini ochildi herhalde. Bu endi Xitoyning mush yig'inga qilinayotgan bir tayyorligimi dunyo qurultiyi bo'lish sifatida har yili bu Janvada kishilik huquq kengashininki yig'iniga har yili degdek berib qatnashib kelyapsizlar. Davlat vakillari bilan u yerdagi har qaysi davlatlarning tamsilchilari bilan ko'rishyapsizlar. Xitoyning bu diplomatik hujumining maqsadi nima sizcha? Sizlar dunyo qurultiyi Xitoyning bu harakatiga qarata qanday bir inkos qaytarishni o'ylayapsizlar? Bu biraz bu doğruluk biraz bir qancha ay aldığa ötken tarixi qarash to'g'ri keldi. Xitoy hukumati bu jazo lageri meselesini yol qo'ygandan keyin buni gerçi 2017-3 ayda başlagan bo'lsin, ama 2016-yilning oxirlarida bu kamplarni qurishga boshlab vatanning Xotan qatorliq joylarda buni boshlagan endi. Keyinroq rasmiy yo'l qo'ygan vaqti 3-4 aylar bo'ldi 2017-yili. Ama biz 2018-8 aygacha bu jazo lageri meselesini dünya qabul qildirish meselesida nayt ig'ir bir raqobatlarga va qiyinchilik duch keldik endi. Xalqaro matbuotlarda ancha-muncha bu narsalar chiqdi, ama hukumatlar bo'lsin, xalqaro tashkilotlar bo'lsin, ya'ni dunyodan, ya'ni bunday bir 21-asrda bunday ish bo'lamdi deydigan şekilde qiyinchilik duch keldi. Bir meselenin bo'lishi ayrim, uni xalqaro tarafdan qabul qilib, va mushlar masala baqiya degizishning o'zi ayrı bir mesele hamda. Mesela ben o'tgan yil 2018-yilda 3-oyda Amerika kelgan vaqtida Amerika senatorininki tashqi ishlar komissiyasining rahbarlari bilan Ömer Kanat efendi, Nuri Türkel efendi ve ben kurashgan. Shu vaqtimizda biz 1 milliondan ortiq odam hozir bu jazo lagerida kirkatdi desek İşenmegen bizga. İşenmey deydi, sizler bu sen de nereden aldınlar? Bunda yalgan gap qilsanglar o'zinglarning bo'lganki nayt ümitsizlangan to'q. Demak, çoğun bir misal. Bu qo'pib bu xuddi bizning kallimizda butun dunyo bu Sharq Turkistondagi masalani shundalam bo'lib ketdi, shundalam egi chiqdi deydigan bir tushuncha bor. Unda emas. Demak, bu narsani qabul qilish nayt qiyinga to'xtadi. O'tgan bir yilning ichida shaxsan men 3-4 qatim bir yer keldim. Amerika'daki septaşlarımız, dostlarımız günde digidek, her hafta digidek kongres a'zolarini ko'rishdi. Biz Avrupa parlamentiga, Birleşken Devletler Teşkilatı'na, her qaysi devletlerin tashqi ishlar ministrlari bilan, hukumatlar bilan ko'rishishlarni yapmadık. Ama yeterlik derecede rast müşnak ekan deb bir itiraf qilinish, diqqat e'tiborni tortish bo'lmadi 8-oygacha. Dokladlarni tayyorladik. Endi 8 ayda o'tgan yil Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrımcılık qarshi turish komiteti Xitoyninki vaziyatini raporni kezin ko'chirdi. 49 kişilik bir heyet keldi.
Bu yerde Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki mütehassisleri muşu közden köçürüştün burun nurgulluğun halkaralık matbuatlardan ve nurgulluğun halkaralık teşkilatlar tayarlagan dokümentlar Xitoy hükümetinin yüzündeki ve mütehassisler muşlarının hemmisini tadqiq qilib en ahırda 8. ayının 10. günü bunun oturgatdı. Bu aldığı biz dünya kurultayı neçe qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'na bardık. Bu mütehassisler bilen görüştük. Dokumentlarını takdim kıldık, ahvallarını bildirdik. En ahırda 8. ayının 10. günü ise bu komite Xitoy meselesi gözden keçirgen vaqtida Xitoy hükümeti hemimiz onun şahit olduk. Gözü yumuplam yok biz bundan nese. Dedi bu emde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xadimlerini mi yalgancı körsatkenligidek bir avval çıkkandan keyin şu nese endi xalqarada tunji qitim keng ko'lamlik bir burilish nuqtasini shakllantirdi endi. Dikkat qilsangiz biz mushu aliqi qabul qilg'izish mushtaq jazo lageri deydigan bir masalaning mavjudligi 1 milliondan ortiq odamning uning ichida bo'lganligidan iborat buni bildiranmagandan keyin biz qanday qilamiz, qanday bir harakat boshlaymiz dunyoga deb 4. ayda bu işini Avrupa'dan başlayla Avrupa Komisyonu'nun Avrupa İttifakı 28 devlet a'za aldılar meşeden biz Avrupa vatandaşları buluş süptimizden Avrupa'yı başdöslügen vatandaş buluş süptimizden hakkımızı talep kılayla aval. Yani neslen bir namayış ötüzdük. Bu namayış gerçi bir günlük namayış olsa ama onun teşvikatı, torbetlerde, sosyal ve ictimai taratkularda neçe ay devam kılıp bu halicik bir tesir kozgıdı. Şunun deyin ki lan Avrupa Parlamento'da şu 2-3 yaptı ötkenlik Avrupa Parlamento İnsan Hakları Komisyonu'nda bu mesele ciddi bir mesele kılıp görüşüldü. Görüşüldü. Onun deyin ki ama yanı yeterli derece dünya nemesi bu muydu bunun da. Onun aldığı bir kadem bir avaz hareketi başlandı. Bu mu halkara matbuatlarda hali tesir kozgıdı ama hükümetlerinin, devletlerinin bu meselede bunda kem gölemli kabul kılış demesini yanı kıpılamadık. Onun deyin ki şu 8. ayda boğandaki bir buruluş noktası oldu. Hem biz şu onun deyin ki 11. ayının 6. gündeki Xitoydagi kişilik hukukunu umumiyetlik gözden keçiriş meselesiga dikkatini itibarımızı şunu qarattık. Demek bu halkılık bir paytdi. Ve onun da dünyanın hem yerden 2000'den artık adam katlaşıp çok namayış oldu. Ve onun neçe devlet bir yerde tunji qitim Uygur meselesini oturuğa attı. Onun aldığı Amerika'nınki Taşqi İşler Ministri, muavin prezidenti olsun. Bula bir kaç qitim bayanatlarda bunu dedi. Ama başka devletler biraz jim turbağa. Yani, demek Amerika hükümetinin bu meseleki başçılık kılışı kim başka devletlerinin bu yapılan faaliyetlerinin neticesi bilen en ahırda asla onun aldığı da elbette nurgulluğun kayındaşlarımız cesurluk bilen oturup çıkıp yüzünün ata-anasının kayındaşlarının ki yok etkenliklerini videolar arkalık İngilizce Uygurca bütün tıllarda guvalıklarını bir işe öttü. Bula mı tesir kozguduna aitti? Demek mail dünya kurultu olsun, başka teşkilatlar olsun, başka şahsi kayındaşlarımız olsun, faaliyetçilerimiz olsun, yalnız küçük namayışlar oldu mesela. Muşlarının hemmisinin tesiri bilen hem bugün bu Şarkı Türkistan'daki bu ceza lageri meselesi Xitoy red kılanmaydıgan bir meseleye aylandı. Hem de aldılan bir meseleni hal kılış için aldılan bir meseleni Xitoy itiraf kılış gerek, dünya itiraf kılış gerek. Mesele var oturup çıkıyor. Eğer gözünü bil bende mesele yok dese, dünyamında mesele yokken dese o yaman xatarlik de avalımız. Xitoy hem de ben iktisadi zor bir güç. Dünya Rohingya Müslümanları da bir müddet küçük bir devletke ifade bildiremedi hali uzun geçiş yok bu mesele. Aslında bir şeraitinizde ben bunu halkançı bu Uygurların kırgın kalalaydık ben kabi bir siyasi niyet bilen oturup çıkan. Ama keyin bu keyinkimiş ki 4-5 aydan bu yankı vaziyet zor biz mi tasavvur kılanmagan hatta biz özümüz mü bu nersini kabul kılış qanday qilib bu shunchalik egir 21 insaniyat tarixida ko'tilib bo'lmagan bir fojiaga duch kelyotdi xalqimiz ama buni dunyoning bundaq sus qarashiga afsuslangan hamda ama keyingi aylarda keyingi 4-5 ayda bu mesele zor bir voqeaga aylandi. Xitoy hamda nima bo'ldi? Xitoy bunu kabul qilish majburiyatida qoldi. Onun aldığı 12. ayının başlarında 12 devletinin diplomatlarını yapmadı, bir kısım halkara matbuatlarının xadimlerini yapmadı. Mana hazır yana başka bir devletin 7 tane devletinin adamlarını apırıştırışıyor tuttu. Ama bunların hiçbirisi de bu meseleye ilgi çıkan Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoy'ni sual cevap veriş isteyen devletlerinin vekilleri yok bunun içinde. Xitoy'nin hem de müştak kılışım diyeyim bulatıdı. Biz 2018 yılı halkımız nait ekir bir küllerini geçiyordu. Çet elde olsun, vatanın içinde olsun, devam kutu hazır. Ama
bu bizden galibimiz ne oldu ise 2018 yılda Xitay yok dep kelgen, hatta 8. 10. ayga dep kelgen Xitay bugün ama bu ya undaq kamp emas, bundaq kamp emas dep bunu chiroyli şekilde onu perdazlaşqa ve üzgü bilen hemşirik bolgan devletlerin vekillerini apırış arkalık yüzünü qoğdaşqa, yani müdafaa kıldıgan bir basqışqa ötdi. Demek bu meselenin bağlığı diyen gap. Hem şununla bu 2019 yıldaki vazifemiz hem de texmi eğer biz üçün. Demek bununla dünyanı hem de kabul kılındı. Hem kabul kılınan oturdum ciddi bir insanlık meselesi bu oturup çıkan bir mesele varken bununla hem de hal kıldıgan basqış ötüldü hem de. Şununla Xitay'ın hem de bu neyranlan işilçi tamamen yüzünü müdafaa kılış basqışçılık bir cer. Yani Xitay yalgan gapni qilgandan bir yalgan gapni yushurman deb ikkinchi yalgan gap chiqyapti, ashtaqib yüzünü perdazlaştırışyapti. Hem gapim uzap ketdi. 2000 hem de bu yıl 3. ayının 2. ayının 24'ünden 3. ayının 21. günügacha bir ayga yaqin Birleşken Devletler Teşkilatı 40. nöbetlik kişilik hukuk Ali kengişini yig'ini o'tkazildi. Biz Dünya Kurulu'na tayyorlik qilyapmiz. O'tgan hafta bizning ishxonadan Peter program riyosatchimiz berib keldi. Bu başlanışdan burun mushu qatimliq inson haqlari Ali kengişida devletlerini Xitay'daki ceza lageri, Xitay hükümetinin bunu kabul kılış gerekliğini, Şarkı Türkistan'daki bu ceza lagerini tekşiriş için Birleşken Devletler Teşkilatı'nın paketlerini tekşirdiğin bir komitetini evetişke Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir kanun, karar çıkarışını talep kılıp 2. ayının 5. günüsü tök çoğun teşkilat dünyadaki halkara keçirim kılış teşkilatı, insan haklarını küzüş teşkilatı, Xalqaro İnsan Hakları Merkezi ve Dünya Kurultayı birlikte Ceneva'da bir matbuat yığını açtık. Bu bütün matbuat xalqaro nima qildi? Nurg'unlagan davlatlarning diqqatini tortdi. Buning maqsadimiz bu davlatlarni mushunga, ya'ni inson haqlari kengashini mushunga rag'batlantirish, zo'rlash ve mecburiyetini tonushtirish. Hem biz bu yoqdan qaytib borgandan keyin biz 3. ayning başlarında Birleşken Devletler Teşkilatı'na barımız, yani bir kısım faaliyetlerini yapmamakçı. Bu yoqda bazı devletlerin elçiler bilen görüşümüz ve üyede yani bir konferans ötkazmoqchimiz yani. Rahmat Olqin efendim. Ben qanday ishning bir bosqich yo'ludi, jarayon oldu. Eng muhim bosqich, birinchi bosqich jazo lagerlari masalasini e'tirof qilish, xalqaro jamoatchilikning e'tirof qilishiga erishtirishdi. Buni isbotlashdi. U nihoyat cho'ng, zo'r, qiyin bir bosqichdi. Bu bosqich qisqa vaqtda siz degandek besib o'tildi ve hozir Xitoy bu jihatda o'zini oqlaydigan bir o'ringa tushib qoldi. Bu nihoyat bir yaxshi bir yuzlanish. Ömer Kant efendim, hem de siz Türkiye'nin siyasını nihoyat obdan yaxshi analiz qilayotgan, hem bunu kuzatib kelayotgan, tadqiq qilayotgan bo'lib Türkiye Xitoy munosabatlarini bir siyasi faoliyatchi bo'lish sifatingizdan, masalan bu shuni so'ramoqchiman. Bu 2. ayning 9. kuni masalan Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Xitoyni ayblab bir bayonot e'lon qildi. Bo'lib Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasida. Bu Türkiye Tashqi ishlar ministrligininki bu bayonoti yaman cho'ng, mayli Amerika matbuotlarida bo'lsin, Yevropa matbuotlarida bo'lsin, yaman cho'ng ta'sir qo'zg'adi, g'ulg'ula qo'zg'adi hamda. Bütün hozirgacha ba'zi Yevropa matbuotlarida bu hozirgacha bu qiziq tema bo'lib kelyapti hamda. Bu dünya matbuotlarınınki, Arap matbuotlarınınki bu derecede Türkiye'ninki bu inkas bu derecede zor ehemmiyet verişinin sebebi demez sizce bunun ak görünüşü? Rahmet Berat, ben bu sualınız cevap verişine alma. Dolkun'unki gipiga bir qo'shilgan gapimiz var. Merhaba. Bu bayam degandek Dolkun mu dedi, nayt nurgun faaliyetler ilip verildi. Muşu nimini qabul qildirish uchun dunyoga. Böylece biz aslında oylab qalmamizki dünya özlüğüdilla, muşunda bir iş bo'lgandikilla qo'zg'alib ketadi deb, bu qo'zg'almaydi ki bu dünya. Bu insanlar bunu anlatish kerak, yugurash kerak, ularni qoyil qilish kerak, mush masalaga ishondirish kerak. Uning dekinsa bular bir harakatga o'tadiki, mushu nimada nurg'unlagan faoliyatlar ilib berildi Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan. Bayam Dolqun sanab o'tgan nurg'un nimalarmi buning ichida albatta bu guvohlik berishi va nima qarindoshlarimizninki o'tkazayotgan namoyishlari, bularning hammasi bilan qo'shilib albatta bir dunyoda bir harakat qo'zg'adi. Bu harakatni Xitoy Birleşken Devletler'e bo'lgandan bu hamda o'zini mudofaa qilish majburiyatini qilib, hozirgacha zaten o'zini qo'llab kelayotgan davlatlarningki vakillarini chaqiryapti.
başka hiç kandak Xitayni tanqid qilgan bir nima qilgan davlatning vakili bormi? Shu borganlar hammasi atrofidagi musulmon davlatlarniki o'zining siyosatiga mos bir nima harakat ilib berayotgan davlatlar chiqib bizni bu mushundaq ularni buni haq tappasun degan nimada olib qo'yapti. Bu da olib qo'ygan bu chaqirgan taklif qilgan 7 davlatning uningdan cho'ng bir farqi yo'q. Bu yerda bir demokratik bir davlat nimasi yo'q uning ichida. Chiqib Xitoyni tanqid qila oladigan bir davlat yo'q. Şununla muşulardan mı faydalanışıp tırışıvatıdan dedi. Ama dünya bu meseleni bilip oldu diye bayam degende bütün malumatlar, bütün uçurlar, bütün ispatlar, bütün faktlar mevcut. Şununla dünyanın ki hem de Xitay bu dünyanı bunu işendirenmeydi aferin. Hakkını ahmak kılanmaydı. Bu hatta bu Xitay'ın ilip verivatkan nemelerini bazı analizler Hitler'nin ki şu Yahudilarni biz manda hech qanday nima qilmayapmiz, manda yaxshi kutyapmiz deb ko'rsatgan filmlari, shu boshqa davlatlarning vakillarini chaqirib olib borib, shu lagerlarda yaxshi hayot yashayotganligini ko'rsatishga tirishganliginiki, Stalinning golaklarni olib borib haqlarni oldirmoqqa uringanliginiki bir misolini ko'rsatib, shular bilan bir bunun seliştiriyordu. Demek Xitay'ınki bu hareketleri netice vermeyip de oylayma. Onun dikinde Amerika'da mı bayankı sualınızdaki bir meselene koşumanda bunu kaptı mı? Bu kongreste bu nime elbette nurgun nimelerge toskullukları uçuruşu mümkün. Xitay bunun aldığını ilişkilendirişi mümkün. Bu kanunların kabul bulması için. Zaten hareket öttü Xitay. Lakin bununla naiti çoğun bir kızıkış var, istaşlık var, şununla bunun kabul bulunduğunluğuna Çinimiz ihtimali yukarı, ülüşkün mü, birisi mi Halkara Keçirim Teşkilatı mesela bir bayanat ilan kılıp, özününki şu Amerika'daki 2 milyon azasını bu dünyadaki şununla kabul kılışı için seferber kıldığınluğunu ifade edildi. Bu mu çoğun bir köş yani. Onun sırtında yani bir yerdeki Hristiyan teşkilatlar, Yahudi teşkilatları olsun, Müslüman teşkilatları olsun hepsi bu kanunu kollap her türlü hareketlerini ilip veriyordu. Üniversitelerde yığınlar içiliyordu, miçitlerde sözleniyordu, sinagoglarda sözleniyordu, çirkavlarda sözleniyordu. Bu şununla bu kanunun kabul edilişi için nayte ommavi bir hareket, keng bir dairedeki bir hareket mevcut. Şununla inşallah bununki şunçalik tosqullaqlığıma qaramay buludğanlığına işinime inşallah. Hem de bu Türkiye'ninki nimesiga ahmiyet berib ketgani kelsa, çünkü dünya hozirgacha nurg'un nimalarni hammamiz ko'rdik. Bütün cho'ng matbuotlar bo'lsin, analizlar bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, nimishki islom dunyosidan hech kim ovozni chiqarmaydi deb buni nima qilgan. Hammasi bizga mi so'raydi, nega bo'lsak, nimishki islom davlatlari bunga bir nima qaytmaydi, nimishki Xitoyni tur demaydi, nimishki Xitoy bilan bir mush masalada bir muzokara o'tkazmaydi, nimishki Xitoyning bu qilganlarini ayblamaydi deb har turli savollarga duch kelib, shuningga bu tunji qitim bir musulmon dunyosidan nayti kuchli bir bayonot chiqdi. Bu bayonot başka hazırda çıkan bayanatların en güçlüğü desek mi bulurdu? Çünkü bunu bu Türkiye'nin bayanatı da yalnız ayıplayıp kalmay, bu Xitay'ın bu hareketini dünya insanlık için bir uyat bileydemdi. İnsanlık için de utanç dedi bu Türkler'de. Onun sırtı da yana bu Birleşken Devletler Teşkilatı bu meseleni görüş gerek, bu meselenin kolga eliş gerek de bu iki nayda çoğun bir yerde ifade var. Şunun için bu nayda güçlük bir bayanat. Onun için bu dünya bununla nayda çoğun kızıkış gösterdi. Nayda çoğun bütün matbuatlarda hazır çıkmadı siz diyendek birinci haber olarak bütün matbuat çıktı. Onun için bu İslam dünyasının bir hareketi ötse bu Xitay'ın Texmi bunu ciddi aldığanlığı bütün Garp devletleri de sözünü atıyor yani. Amerika'dakiler şunda davatıdır, Avrupa'dakiler davatıdır. İslam dünyası çünkü biz Müslüman
bizning o İslamning bir parçasini yo'q qilaman deyotdi Xitoy. Shuning uchun islom dunyosida haqiqiy nimada xalq islom davlatlaridagi xalqlar islomdagi hukumatlar islom dunyosidagi hukumatlar bunga ilk chiqib qolsa, Xitoyninki islom dunyosida cho'ng iqtisodiy manfaati va har turli strategik iqtisodiy manfaatlari va shuningga bularninki gapini jiranmaydi, bularning gapini jiddiga oladi. Shuning uchun musulmon davlatlar gap qilsa bo'ladi, musulmon davlatlar bunga ching tursa bo'ladi, qarshi chiqsa bo'ladi degan nurg'un nimalar bordi, talablar bordi. Ammo Turkiya bu har qaysi qanday sababdan bo'lsin, qanday nimadan bo'lsin, buning shunday bir bayonotni e'lon qilish orqali bu islom dunyosidami bir ta'sir qo'zg'aydi deb o'ylayman. G'arb dunyosida shuning uchun bu bir cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Chunki Turkiyadan bunda nima hukumatninki bir necha vaqtdan beri elib berayotgan o boshqa jihatlardan bizga yordam qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni uchoq bir diplomatik nimada olgan pozitsiyasi dunyoda Turkiyadan bunday bir bayonotning chiqishini kutmaganki dunyo bundacha aytgan chog'da. Ammo bunday bir bayonotlarga tuyuqsiz chiqishi hammasini hayron qoldirdi va hammasini buning uchun ya'ni bu bayonotni birinchi xabar bo'lib berdi deb o'ylayman. Mening fikrim bu. Rahmat. Bu haqda maxsus Dunyo huquqining raisi hurmatli Dolqunay Sapanning nomida Türkiye Prezident Mahkemesi'ne Tashqi ishlar Ministerliği alayda minnettarlık teşekkür mektubu yazıldı ve Dünya Huquqining nomidan Türkiye Tashqi ishlar Ministerliği'ninki bu bayonot için alayda minnettarlık bildirildi. Xo'sh, Dolqunay Sapanning hem de hozirgacha bu xalqaro matbuotlarning qiziq temasi va chet eldagi Uyg'urlarning eng asosli bu yerda diqqat e'tiborini chekayotgan qiziq temasi Abdurim Hayit vaqasida hamda Abdurim Hayit vaqasidan keyin bu Finlandiyadagi Qalmurat inimiz başçılığında ben bu Uygur, ben ama ata-anamni nemesini ko'rsat, filmini ko'rsat degan shuar ostida kampaniya yapıldı ve bu kengayib hozir Uyg'urlarning halqib chet elliklarning ichiga kengayishga boshladi. Siz Dunyo huquqining raisi bo'lib chiqdingizdan bu vaqa qanday qaraysiz va bu boshlatilgan bu kampaniyaga qanday baho berasiz? Ya bu hozir vaqtning o'zida har qanday bir Uyg'ur qo'ldan kelgan har xil harakatni qilish kerak. Butun kuchimizni faktlarni oshkorlashga, qo'limizdan nima kelsa shuni qilishga, bir qadam bo'lsa-mu olg'a minishga, kuchimizni, iqtidorimizni isrof qilishga bo'lmaydigan bir vaqt. Hozirgacha nurg'unlagan guvohlik berishlari bo'ldi, hozir davom qiladi. Mushlarning o'ynagan rollarimi dunyoning Xitoyni faktlarni qabul qilishga majburlashdi, muhim rol o'ynadi. Hep berilgan yanlış namayişler olsun yukarıda ötgendek. Belki çok önemli namayişler olsun, muşlarının hemmisinin oynayan rolleri zor. Bu adır Me Too Uygur, yani men Uygur deydiğen bu hareket mi? Naydi yaxşı icabi hareket kozgavatıdı. Mesela ben sosyal medyalardan çekilip çıkan birisi WhatsApp, Facebook, ben onu göremedim. Ama tönü gün biz Ömer Kanat Efendim bilen Tashqi ishlar Ministerligi'de Prezident Trump'ның dini itiqat erkinligi bo'yicha alayda elchisi var. Sam Brownback'te. O adam ve o adamның ki hizmetçiler bilen 1,5 saat bir söhbetimiz oldu işxonasida. Qanday qila olamiz bu masalani? Biz dokladlarimizni berdik, bo'layotgan hadisalarni qildik. Ashuning ishxonasida Sam Brownback şu nimadan Me Too Uyghur degan nimada ko'rapti hamda. Ko'rapti, masalan, Abdurim Hayitninki Xitoyning chiqib sözletken videosunu körepti de hem de. Demek bir yerde Abdurim Hayit'ninki Xitay gerçi bunu yüzünü aklayman deb qilgan bilan o bir sanatchini o turmada o'taqizib 2 yilga yaqin vaqtdan buyon men tekshiruvdi qonun xilop hareket, nima qanday qonun xilop hareket bunun bilgili olmaydi. Demek bunu tönünkü nimedin ve onun aldıda mesela El Cezire'ninki bilen 1,5 saat bir söhbetim oldu meni. Anandaki Washington Post ular bilen bir söhbetimiz oldu. Muşalada muşu videonunki qanday o'tganligi adamning kayfiyati, ko'zi buni xalqaro mutaxassis tadqiq qildi ekan. Tadqiq qildi ekan, har nimani analiz qildi ekan. Qilib bu narsani Xitoy yuzini oqlash uchun Abdurim Hayitni chiqqan bo'lsa-mu, ammo bu Xitoy texmi nimasida qolgan gap besim aslida. Sen bir sanatchi nim deb so'raysan.
Hiç kandak pakisi yok. Kanda olup o 20 ayga yakın vaktin içinde bu adam solakta boluduğun gap. Hiç kandak bir delil pakt göstermey. Onundan keyin muşlarning hammasini tadqiq qilinayotgan gap bu Me Too Uyghur, Memmi Uyghur deydigan bu hareket bu hozir butun şu Amerika hökumetlerining men demek çoğunum yani parlamentlar demek ödük. Muşlarni ko'rayapti şu onu. Ko'rab ularning assistantlari ko'rayapti, ularning o'zlari ministerlarning o'zlari yuqori diplomatlarning o'zlarini ko'rayapti, ko'rab bu hareketning bu meseleni bildirish uchun xalqarалық bir qo'llash Xitoyga nisbatan xalqarалық bir norozilik hareketlari qo'zg'ash jihatda ijobiy bir ta'sirning bo'layotganligini shu uçuruş jarayonida biz yalnız Uyg'urlar ishida emas, yani yuqori darajadagi uchirishlar jarayonida ko'rdik. Buni vaqtida boshlangan yaxshi bir harakat, yana shunga o'xshaydigan yani başka şekildeki en tesirli qila oladigan bugün dünyanın texnologiyasidan, bugünkü dünyanın taraqqiyotlarından, bo'lmasa ijtimoiy uchur vositalarimizdagi foydalanishga tegishli imkoniyatlardan foydalanib, mushlarni qilishimiz kerak. Buni biz dunyo qurultiyi bo'lib zaten qo'llaydiganligimizni bildirdik. Guvohlik berish yig'inlarini qo'llaydiganimizni bildirdik. Ya'ni qanday bir shu da'voga paylık her qanday bir hareket olsa dünya kurultuyu onu bütün gücümüzden kollayımız. Bu yaxşı bir hareket. Hürmetli Ömer Kanat Efendi, ben biz Mişo Dokun Efendi'nin ki Amerika ziyareti jarayonida mesela yaşını qağını qaramaydı, yani işinin ki yaş bizning milliy ustozlarimizdan olan Ahmet Bakta, onun başka bizning akademisyen alimlerimizin doktor Memtimin, doktor Qo'xshash ve doktor Rishad Abbas Qo'xshash bu bizning olimlarimizning bu faaliyetlerde bir emra o'qilligini ko'rdik endi. Bu yerda bir Amerikadagi Uyg'urlarda burun bir qanchalagan markazlashib qolgan faoliyatlar hozir bag'asir bu da'vo qatnashgan olimlarimizning ichidami bu da'vo Amerikada qatnashgan odamlarning soni ko'payishga boshlabdi. Bu jihatdagi bu haqda biroz ma'lumot bersangiz. Çünkü bu yerda da'vo qatnashgan Uyg'urlarning akademik insonlarning soni bag'asir ko'payayotganligini his qilyapmiz biz. Bir bu nimaga savolga javob berishdan burun yana bir nima eskartib qo'yay. Bu shu Abdurahim Hayit undan keyin bu bayam deb o'tgan Me Too Uyghur degan neki o'tirg'i chiqishi nihoyatda ta'sir qo'zg'ab deb tushungan Dolqunli degandek Sam Brown o'zi bu masalani aytdi. Undan keyin shu bu masalada nurg'un muzokaralarni ilib bordik nima qilish haqida va o'zininki shu nimasida tushungan bir Twitter bizning tushgan rasmimiz bilan bir Twitterda bu masalani bu nimani tilga olibdi. Ba'zi nimalarning deyishicha hatto masalan Abdurahim Ayitninki o'limi masalasi bu maqsadlikmi chiqarilgan bo'lishi mumkin degan nimalar bor. Chunki shundaq biz yana qayta buning hayotligini ko'rsatsak butunlay Uyg'urlarni yolg'onchi qilamiz. Bularninki degan gaplarning hammasini yolg'on qilamiz degan nima bilan bo'lgan bo'lishi mumkin degandek bir iddaolar bor. Ammo degandek uni chiqargandan keyin bu bir ta'sir bir nimaga sabab bo'ldi. Butun dunyo bu bir san'atchi hech qanday gunohi yo'q. Nimishki buni tutyapsan, nimishki buning u yerda bo'lishi zaten to'g'ri ish emas degan bu Xitoy buning hayot bo'lganligini ko'rsatish orqali dunyodagi bu qarshilik harakatni to'xtataman, balki buni azaytaman, buni e'tiborsizlashtiraman degan bo'lishi mumkin, ammo bu texnik kuchlanib ketdi. Boshqa qarindoshlarimizningki nihoyatda jasur iliq harakatlari bilan, uningki nihoyatda yaxshi tashabbuslari bilan bu harakat texmi qo'zg'alib, Xitoyga bir ta'sir bir nima yaratdi. Natija Xitoyning kutgan natijasininki ta'sirini yaratdi. Buning uchun bu qarindoshlarimiz, bu harakatni boshlagan qarindoshlarimizning hammasiga, qilayotgan qarindoshlarimizning hammasiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lib chiqdi bilan minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta bu hozirgi bo'layotgan bu zulm bu Uyg'ur akademisyenlarining ya Uyg'ur olimlarining chiqib qolganligi ajoyib bir ish deb ko'rmasligimiz kerak, chunki butun dunyo chiqyapti. Başka milletler çıkıyordu. Biz öyle hiç alakası olmayan insanlar, biz öyle hiç kandak bir Uygur diyen burun anlap bakmayan insanlar, bu şu zulümden ki boğallığını
ko'rib, mushu zulmni anglab, nerede bo'lsin, her qandaq bir davlatda biz bilan munosabati bo'lmagan davlatlarda ko'chalarga chiqib, namoyishlarni qilib, kech kunduz yugurib ish qilyapmiz. Biz masalan Malayziya, Indoneziyaga berib keldik. Bu yerdagi insonlarni ko'rdik. Nurg'unlagan Uyg'urlarning tirishchanlik bilan kechilar uxlamay, shu tashviqot varaqlarini saqlab, bir nimalarni yezib, xalqni mushu xabarlantirish uchun, xalqqa uchur berish uchun, xalqni qo'zg'ash uchun kech kunduz yugurayotdi, tartiblayotdi. Onun o'rnida albatta bu yerdagi qarindoshlarimizningki bu chiqishi hayron qolarlik bir ish emas. Albatta bundan keyin buningdan nayt biz xo'sh bularningki saflarimizga ketilib mengayotganlarga bundan keyinmi texmo bu yerdagi nima kuchaydi deb o'ylayman. Chunki ko'ryapmiz bu zulmni ko'rib jim to'g'an odam hozirgi sharoitda şu Xitoyninki siyosatini qo'llayotgan odamlar qarash kerak. Uning uchun yolg'iz bu qarindoshlarimiz emas, hozirgi nimaga chiqqan, sahnaga chiqqan, chiqayotgan, bu ishni biz ular qilayotgan boshqa bütün insonlarningki hamda misal qo'pirilib, misal hamma yerda bir nima bo'lib, bir kuch bo'lib, hamma yerda bir mush bo'lib, hammamiz bir ittifoqlashib o'tirg'i chiqib bu masalani dunyoga anlatib, xalqimizni qutqazish uchun o'zimizningki bir kishilik insoniy, milliy, vijdoniy burchimizni ado qilishimiz kerak. Shuning uchun Uyg'urlarning chiqishiga bu yerda hayron qolmaydi. Buningdan hammamiz albatta qo'shal, bütün boshqalarning shunda o'tirg'i chiqib, o'sha biz bilan birga mengayotgan qarindoshlarimizdek biz bilan hamkorlashishini biz umid qilamiz. Ularga rahmat aytamiz. Ana siz mo ko'rgandek G'ulomidin kam masalan 90 ga berib qolgan bir bizningki nayti yillar 10 yillab o'sha da'vo xizmat qilgan bir fidokor bir akimiz shunchalik havoning sovuq bo'lishiga qaramay o'zininki salomatlik ahvolining yaxshi bo'lmaganiga qaramay ashadi kelib men bu turib shu yerda mushu o'zimning bir kishilik hassini qo'shaman, men bu yerda bir egil so'z qilaman deb shundoq so'g'aqda u yerda biz ular bildi bo'ldi. Onun uchun G'ulomidin kamga bu yerda minnatdorligimni bildiraman. Rahmat Barqalat efendim. Dolqun efendim, hem de ahirde şunu sormakçı ben sizden. Bu siz Dünya Uyg'ur Qurultayı'nın reisi bo'lish sifatingizdan mesela hozir endi bu yil kirdi, qilgan ishimiz yana mı ko'p siz boy deb o'tgandek Xitoy mi jimiyatqini yo'q. Nayt obdan izohat berib o'tdingiz. Endi texnik kuchishimiz kerak o'tgan yilga qaragan vaqtida. Endi vatan siyosiy tashkilotlarimiz bo'lsin, siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin yoki avam xalqimiz bo'lsin, en asosli navbatga jiddiy qilishga tegishli ishlar nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Bu jihatda sizningki qarashingizni olsak. Biz 11. ayda 2018 yılda Şehir Türkistan Milli Kengeşi çağırıp bütün vatan sırtındaki teşkilatlar, faaliyetçiler, ziyalılar, aktivistler, yaşlar, yaşanğanlar olsun, hanımlar olsun, hemimizin vekillerinin katılışıyla 3 günlük şu aldığımızdaki davayımızın stratejisini ve yaklaşık işlerimizini bir akır müzakere kıldık hem de. Şu vaktimizde alınan bir qancha kararlarımız var. Bunun birisi şu hazırlık devam kılan demokratik devletlerdeki faaliyetlerimizi güçlendiriş. Bulanı hazırlıkçı boğan avvalda 2018 bunu kabul kılmış, dünyanın itiraf kılış başkışı oldu, hem de devletlerini emniyet hareketler götürüş. Şunu kıstaş veya ki şunu yaratıştık. Bu 2019 işlerimizden biz bu Amerika ziyaretimizin asasımız şu 2018 ziyaretlerde bildiriş, istaşlığını kozgaş, bulanı qaylı kılış boğan bolsa hem de bu kadımkı ziyaretimizin yani farklı bir terbiye. Bulanı hemimiz bunu bilgen qanday qila alaymiz, nemi qila alaymiz degan narsalarni bilib muzokiralashdik. Ularga nimalarni qilish kerakligi haqida biz ba'zi o'zimizning taklif fikrlarini berdik. Ularninki taklif fikrlarini aldık. Yani konkret bir hareket planları hakkında müzakireleştik hem de. Bu 2019 bu yıl aldığımızdaki nöbetdeki mühim vazifelerimizden birisini bütün dünyada bunu kılışımız gerek. Bunun hareketlerine kuvvetimiz. İkinci birisi İslam dünyasını hareket götürüştü. 2018 yılı İslam dünyasına ait pasif olan
yılın ahırları kelgan vaqtda andın bazı ammaviy teşkilatlar devletlerdeki mesela Indonezya'da, Malaysia'da, Hindistan'da teşkilatlar uygunup bu Uygurlarga istaşlık kılgan hareketler başlandı. Demek ki bizning dünya kurultayının bir heyet Malaysia, Indonezyaga berip geldi. Nayt yuqur devri seviyedeki uçuruştan ifade bulaviyede. Bazılarını ictimai taratqularda paylaşkan boldu, bazı neslerini hem de hazırca paylaşkıl bulmaydigan uçuruşlar var. Elbette bunun içinde vaqt kelip kalgan ortaklaşımız, yurttaşlarımız bilen onundaki yani başka teşkilatlar, mağrib cemiyeti olsun, başkalarını berip bularla görüşüp gelip bularla hemiz faydalı bir hareketler. Demek İslam dünyasının mıdırlaşmaları bu. Ben hakikaten abiyetinde deyilip ötülgenlikle Türkiye'nin bu meseleye Taşqi İşler Ministrinin bergen bayanatı bu İslam dünyasını cesaretlendirdiğin ve bizden o halkımızdan o neçe aydın bu yan, 20 neçe aydın bu yan, yani 2 yıla yakın vakit bu yan Türkiye hükümetinin kütken bir arzularımızdır bu. Bu başka İslam dünyasını cesaretlendirdi. Şunun bilen bugün dünyanın hem yerde bir narazılık namayişleri Müslümanların kollaş bulatıdı. Mesela 4. ayının 6. günüsü bir yerden onu mu bir yurttaşlarımızga bunu mu bildireydi. Yakında bu topluluk ken külemlik bir hareket başlaydı. Dünya kurultayı buluşturduğumuzdan Amerika'daki teşkilatlar bilen hemkarlık asası bir tayarlık komitesi kurup 4. ayının 6. günüsü Washington'da, Brüksel'de boğan, Ceneva'da boğan namayişinin bir misalini yani 5000 kişilik bir namayişini biz şu Washington'da kılmakçı. Asasiyetin Müslüman bu aldığımızda bulduğum faaliyetlerimizin birisi. Bu ne mesela ameli hareket ötülüşünün biri. Hem de yani bir mesele var. Bizning bu davanı fakat bir siyasi demede ipirvatımız ama bu bizning abiyat Ömer kanatımızda bu bir Şarkı Türkistan meselesi yalnız kamp meselesi emas. Onunla işimiz tügemeydi. Bu Şarkı Türkistan meselesi bir milli erkillik meselesi, milli azat meselesi, milli ilgilik hukuk meselesi. Bunun bizning şunda hukukumuzdan bağlılığını ve bugün Xitoyning 21. asırda Şarkı Türkistan epirvatgan cinayetining insoniyat qarshi epirilayotgan bir jinoyat bo'lganligi, bir soykırım bo'lganligini. Bunu biz deymiz. Yani biz deyişimiz mümkün insaniyat karşı cinayet deb, soykırım deyişimiz mümkün, irqiy qirg'inchilik deyişimiz mümkün. Ama bunu xalqarada qaysi kategoriyada dünyanın kanuni bir seviyede itiraf qilinishi muhim. Şunu biz bu kadın New York'taki mühim faaliyetlerimizden birisi mi? Şu Rohingya meselesini mesela soykırımda kabul kıldı. Uzun vaktlardan ki. Şularının ki şu işlerini işleyen kanuni asaslarga dayandığı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın, halkara kanunlarının kanunlarına asaslandırıp durup bunu şu teorilerini ispatlap çıkan halkara sot mahkemeleri var. Biz şu mahkemelerin mütehassisler bilen, tarafsız hakimler bilen, sotçular bilen, xalqaro hukukçu qonunchilar bilan uchrashishimiz bo'ldi. Biz New York jarayonida deganligidek Ömer Kanat, men, Ilshad, Rishad efendim Dünya Kurultayı'nın meslekçisi, anın Mehmet'imine ala, Muşu, Ilshad, Muşu Kurultayı'nın rehberleri ve ziyalılarımızdan teşkil etken bir heyet bilen aşı xalqaro sot mahkemesining adamları bilen, advokatlar bilen maxsus neçe saatlik ayrım bir söhbetimiz oldu. Qanday qila alaymiz bu meseleni? Bunun yolları nima depçi? Demek bizning 2019 yıl aldığımız kıldığan işlerimizden birisi mi xalqaro seviyede bunu qilishimiz kerak. Bunu qilib, xalqaro bunun yalnız bir siyasi lam vaqtliq mı şu cezalar meselesinden oturup çıkan hareket emas. Bugün Xitoyning epirvatganligining insoniyatga qarshi bir jinoyat bo'lganligini yoki bir soykırım bo'lganligini buni qonun asosi bilan oturup qo'yishimiz bunun hem siyasi tarafini hem xalqaro qonuniy tarafini ispatlaşma bizim aldığımızdaki mühim faaliyetlerimizden birisi. Bunu da şu boyunca hareket kılatımız. Rahmet olsun Neyse efendim. Ömer Kanat efendim sizinki bir qo'shimcha qiladigan fikriniz bormi? Dokmasi efendim fikri qarta. Qo'shimcha qo'yadigan fikr bayan deb o'tib Türkiye'ninki gepi bo'ldi. Mesela Türkiye şurada bayanatı elbette bunda ta'sir qo'zg'adi ama bu bayanatninki chiqishi, shundoq bir bayanatning berilishi uchun bu yerdeki qeyrindaşlarımızdaki faaliyetlerini unutib qalsak olmaydı. Yani şunçilik ko'p faaliyet qilib, bu yerdeki qeyrindaşlarımız şu namoyishlar olsun, her gün degan namoyish nimadan mesela İstanbul'dan Ankara'ga mangan qeyrindaşlarımız bo'ldi. Şu Türkiye cemaatini, Türkiye halkını bu qo'zg'adi. Şununki chiqish sabablarining biri şu. Bu Türkiye halkının qo'zg'alishi, namoyishlarning katta
nahiyelerde yezilagıca kengayganligi Türkiye'de bu elbette Türkiye hükümetini hem o zulümni bir ko'rgan isbotliq nimalar bilan faktlar bilan o'ttirib qo'yilishi hem bu shundoq qarindoshlarimizning bu harakatlari undan keyin bu yerdagi ba'zi siyosiy liderlarninki bizga sahip chiqib so'zlashi hammasi Türkiye hükümetinin ahirida mushundoq bir harakat, mushundoq bir bayonot berishiga oxirida Abdurahim Hechninki o'lganligi to'g'risidagi xabar Türkiye hükümetinin mushundoq bir bayonot berishiga menga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Nurg'un siyosiy nimalar bor buning ichida. Demak, u yerdagi qarindoshlarimizni Türkiye hükümetini mushunchalik bir nimaga majbur qilganligidan ularga minnatdorligimizni bildiramiz. Dünya Uyg'ur qurultayı bo'lishligimizda. U yerda bizning vakillerimiz var, bu faaliyetlerini kılan kişiler arasında elbette. Hammasiga minnettarlık, teşekkür bildirimiz bizning özümüzdeki qarindoshlarımızga hem de siyadaki bütün Türk halkıga özümüzdeki naiti minnettarlığını, teşekkürlerini ifade etmesini bir milli borç deb qarayman. Rahmet, hürmetli Dolqun Aysa efendim, hürmetli Ömer Qanat efendim, vaktinden sütlen söhbet programımızı müşahede akırlaştırayım çünkü Amerika'da hoş. Bir narsani yani yurtdoshlarımızdan bir hoş haberini ortaklaşıp koyaylı. Merhamet. Bu qadimki Amerika ziyoratimizda yurtdoshlarımızga berdigan yana bir söyünçimiz deb qo'yamdik. Bu bütün şu dünya qurultayini himoya qilgan, ko'ngil bergan, desteklegan, mush da'vo aktiv ishtirok qilgan bütün xalqimizni söyündirdigan bir xabar. Bir qancha kun ilgari shu demokratiyani ilgi surish vaqtining har yili taqdirlagan bir mukofoti bor, demokratiya mukofoti deydigan. Cho'ng bir murosim bilan har yili buni taqdirdi. Bu yilgi hamda 2019-yillik dunyo demokratiya mukofotini Dünya qurultayiga berishni qaror qildi. Bunu bir qancha kun ilgari bizga rasmiy bilan uqtirdi. Bu munosabat bilan shu Dünya qurultayiga ko'ngil bergan, Dünya qurultayining bütün rahbarlari, vakillari, Uyg'urlik bedelini to'lagan bütün vatandoshlarimiz ve bizni maddi manevi jihatdan qo'llagan bütün qarindoshlarimizning bir neticesi bu. Bu xo'shallikni bu munosabat bilan bu yurtdoshlarımızga bu yerdan yetkazayli. 6 ayning 5-kunisi Amerikan Kongressida Capitol Hillda cho'ng bir murosim bilan bu mukofotni Dünya qurultayi rahbarlariga bermoqchi. Mübarek olsun, hayırlı olsun. Hoş, vaktim nasıl çünkü Amerika'da hem de tanıttı, birazdan ki mühim uçuruşunla varken, işkenlarınki onun üstü bugün keşte, Amerika vakti keşte, Dolqun Aysa efendim, Washington'da ve etrafındaki Uygur cemaatiyle məxsus uçuruş söhbətçiliğini uyuşturmakçı. Keşte, sizlerin vaxtında keşte ötüzüldüğün bu söhbətçiliğine muvaffaqiyet tilayman. Hoş. Yani de koyduğun kayıtıdan bir yerde bizden bazı bir uçuruş var, bizden yurttaşlarla onun dinkin şu 4. ayının 6'sı bolduğun namayişninki lojistik nimalarını, meselelerini görüş için biz bir telefon yığını ötküzmez ve şunun bir yerden yana bütün yurttaşlarımızga 4. ayının 6. günü Washington'da keng ko'lamlik bir namoyish ilk berilganligini Dünya Uyg'ur qurultayining yetakchiligida ve Amerika Uyg'ur jamiyati ve kishilik huquq qurilishining sahibxonligida Washington'da shunday bir keng ko'lamlik namoyish o'tkazilganligini yana bir qatim e'lon qilamiz bu yerda ve bu namoyishga bir necha kundan beri biz kongressdan ham hukumatdan bütün rahbarlarni biz ko'rishgan rahbarlarni taklif qildik. Ular nayt xo'shallik bilan qabul qildi. Uning uchun bu nayt bir qalblik bir namoyish bo'ldi deb o'ylaymiz. Shuningga kelalaydigan yurtdoshlarimizningki biz e'lon qilamiz yana bu bir komite qurildi. Shu komitega o'zini bildirishini va shu 4. ayning 6'sı uchun bir vaqtini shunga ayirib qo'yishini, kelish fursati bo'lsa, bo'lib Kanadadagi masalan qarindoshlarimizningki u yerdagi jamiyat bilan ko'rishimiz albatta shu namoyishga qatnashishini biz so'raymiz, yani namoyishga qatnashishini so'raymiz va taklif qilamiz namoyish qilishni.
Rahmat. Endi hozir erishganning 5-yillik qo'shliqdek vaqtim yo'q. Shunda aldirashtirib yana muhim ba'zi ma'lumotlarni xalqimiz xabardor qilish uchun ataydim bugun bir naqmadan suhbat programmasiga qatnashib badinglar. Ishkanlarga tekrar minnatdorligimni bildiraman va Do'qnaysa pandemiyaki Amerikadagi ziyoratni muvaffaqiyat oxirlashtirib, sog' salomat Germaniyaga qaytib kelishini Allohning tilaymiz hammamiz albatta. Ziyorat nayti yaxshi qo'shal bir bayam deganda xabar bilan nima bo'ldi? Yaxshi xabar bo'ldi, xush xabar. Hamma bu nayt qo'shal qildi va Dunyo Uyg'ur qurultayininki faoliyatlari gerçi ba'zi insonlarimiz tarafidan to'liq bilinmagan bo'lsa-mu, bizni kuzatayotgan, bizga moddiy jihatdan yordam qilayotgan, shu Amerika demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati tarafidan, shu hukumat rahbarlari tarafidan bu yerdagi yaxshi kuzatilib, bu bir shu Dunyo Uyg'urlarning ilib berayotgan faoliyatlarininki natijalik bo'lganligininki bir ochiq bir ifodasi. Shuning uchun butun Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llayotgan, Dunyo Uyg'ur qurultayiga xizmat qilayotgan bütün qarindoshlarımızdan buningdan o'zininki faoliyatlaridan faxrlanishini so'raymiz. Rahmat erishganlarga tekrar rahmat va erishganlarga xo'sh deyman. Suhbatimizni bu yerda oxirlashtirmoqchimiz. Rahmat tekrar sizlarga. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotganinglar Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasi tarafidan berilayotgan Naq maydon suhbat programmasi. Biz yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Do'qnaysa apandim va Dunyo Uyg'ur qurultayi ijro komitetining raisi Umar Qanot apandimlar bilan suhbat apadik. Aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining bütün programmalarini birozdan keyin ekranga keladi. YouTube adresi ve Tor adresi, Tor bekitining adresi. Bu adresler orqali Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining bütün programmalarini YouTube'dan ve Tor ko'zligidan ko'ralasizlar aziz qarindoshlar. Şuna bilan bu qatimki Naq maydon suhbat programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Yana mishada shuni eslatib qo'yamiz qarindoshlar. Har dushanba kuni bizningki Dunyo qurultayi to'r televiziyasi tarafidan tasdiqlangan haftalik xabar va muloyiza programmasi bor. Buni dushanba kuni tushdan burun ko'rasizlar va har chorshanba kuni atdigan soat 10 da Germaniya vaqti va juma kuni atdigan soat yana 10 da Germaniya vaqti maxsus Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining muqim Naq maydon programmasini ko'rasizlar. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bu qatimki programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'ling, xayr xo'sh.